kelajakda mana mahallaning qurilishlar bo'ladi. Ya'ni odam soni ko'payadi. Shuni hisobga olib qilyapsizlarmi? Ertaga nagruzka bo'lmasligi uchun. Kelajakdagi quvvatni inobatga olib, loyiha shakllantiryapmiz. Buni taklifini beramiz. Hokim yordamchi bo'ladi, to'g'rimi? Hokim yordamchi menda shuncha loyihalar bor deydi. Xudo xolasa bu yerda sex bo'ladi, bu yerda nima bo'ladi? Ular bilan gaplashganmiz.